Qaysi blogerdan nima sovg'a olishni istaysiz? Bloger emaslar, doirachi akamiz Olimjon Qurbonovdan. Aha, nima sovg'a? Bugun tug'ilgan kunim, to'g'risi. Tabriklar. Rahmat. Biron bir lookni, Biron bir kiyim, ha? albatta. Olim aka telefon oling, biz ketdik. Mana biz Olim akani topdik. Obunachi sizdan bitta chiroyli look dedilar. Nima dedi? Look. Vaqtdagi men look pukdagi gamna budaga qanovat megare. U berasiz? Ha, iloji yo'q endi. Bizani oddiy magazinga emas, Aynimoga olib keldilar bu kishi. Kursingizga mos bitta look taxlab berasiz. Qaydi chiroq qo'ldan kelgancha men o'yladim, har bir futbolka so'ylanam desam bu shay mana. Eng qimmat demaymiz, shu o'rtacha, endi butun ham mana oldimga ham, lekin pulim unchalik yo'q. Ammo faqat eslagarlardan olimni ko'yina mana bu lukka bitta budam qildi. 29 ekan. Mana bo'ldi, mana shuni oldik. Mana shuni tanlaymiz. Bemalol bo'ladi, ana M ekan o'zi. Men 500 mingga moslab olyapman, chunki Abdumajid bu yerda o'zi aksiya ketyapti. 500 ming so'mga narsa olsangiz, yana bitta narsa bonusga olsalar bo'ladi. O'shani hisobga olib men 500 ming qilib tayyorlayapman. Birinchi hudud deb yozilgan joylarda bitta narsa tekinga berilgan. Tug'ilgan kunini inobatga olib, ukamizni gul bermaymiz-ku. Gulli ko'ylar. Gullar yuzida xanda deydi bobog'dan yor o'tdimi, odatdan qilmaga yana bedor o'tdimi. Amin. Mana Olim akani obunachilarini shaxsan o'zimiz chaqirdik. Olim akani o'zlari o'zim sovg'ani beraman dedilar. Avvalambor rahmat obuna bo'lganingiz uchun. Aytganingizdek, bitta look endi yoqadi degan umiddaman. Rahmat. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang, keyingi ishtirokchi siz bo'lishingiz mumkin. Barchaga omad.